Ichki ishlar akademiyasining kiber xavfsizlik yo'nalishi haqida batafsil bilan gaplashamiz. Fuqarolarimizni turli xil kiber ataklardan saqlash maqsadida bu yo'nalish tashkil qilindi. Bu yo'nalishni boshlanishdan farqli tomonlari bor. Bu yo'nalishda o'g'il bolalar uchun 1.65 bo'y belgilangan. Aynan saralash imtihonlarida bo'lsa farqlari katta. Birinchidan, saralash imtihonlari nimalardan iborat? Informatika fanimizda birinchisi bu ikkiga bo'linadi, ya'ni amaliy va nazariyga. Faqatgina buni ro'yxatini Ichki ishlar vaziri tomonidan tasdiqlanadi va ushbu sertifikatlar agar sizda bo'lsa, to'plash mumkin bo'lgan informatika fanidan maksimal ballning 30% beriladi. Demak, boshladik. Ichki ishlar akademiyasining kiber xavfsizlik yo'nalishi haqida batafsil bilan gaplashamiz. Xo'p, demak, ushbu akademiya bilasiz Toshkent shahrida joylashgan. Yo'nalishlari juda ham ko'p, lekin aynan o'tgan yildan boshlab kiber xavfsizlik yo'nalishida qabul jarayoni bo'lib o'tdi. Bu yo'nalish o'zi qanaqa, maqsadlari, o'qishlari, imtihon jarayoni haqida gaplashamiz sizlar bilan. Xo'p, demak, ushbu yo'nalishni ochishdan maqsad hozirgi kunda bo'layotgan kiber jinoyatga qarshi kurash, bu bir. O'zbekistonga bo'layotgan turli xil kiber hujumlarga qarshi javob berish, ikki. Uchinchidan, fuqarolarimizni turli xil kiber ataklardan saqlash maqsadida bu yo'nalish tashkil qilindi. Bu yo'nalishda asosan o'g'il bolalar ham, qizlar ham qabul qilinadi. Bu yo'nalishning qabul jarayonlari Ichki ishlar akademiyasining boshqa yo'nalishlari bir qatorda 15-noyabrdan boshlab 15-yilgacha aynan tumandagi ichki ishlar bo'limlari orqali amalga oshiriladi. Agar siz Toshkent shahrida istiqomat qilsangiz, sizga aynan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga borib hujjatlaringizni topshirasiz. Xo'p, bu yo'nalishning boshlanishdan farqli tomonlari bor. Bu yo'nalishda o'g'il bolalar uchun 1.65 bo'y belgilangan, qizlar uchun 1.60. Aynan buni ключевой momentda, ya'ni imtihon jarayonlarida. Buni tibbiy ko'riklari ham boshqa qatori bir xil bo'lib o'tadi. Aynan saralash imtihonlarida bo'lsa farqlari katta. Birinchidan, saralash imtihonlari nimalardan iborat? Birinchisi bu informatika va matematika fanlaridir. Informatika, matematika fanlarida imtihon jarayonlari qanday tarzda amalga oshiriladi? Informatika fanimizda birinchisi bu ikkiga bo'linadi, ya'ni amaliy va nazariyga. Nazariyda sizda o'sha savol bilet tortasiz, savolga javob berasiz. Amaliysi qanaqa bo'ladi desa, ikkita topshiriq beriladi. Ikkalasi ham 15 balldan 30 ball tizimida baholanadi va o'sha amaliy topshiriqlarda misol uchun YouTube'da prosmotr sonini cheklab qo'yish yoki bo'lmasa prosmotr ko'rsatmaslik holati yoki qanaqadir shu IT sohasiga aloqador bo'lgan amaliy jarayonda kompyuterda bajarishingiz kerak bo'ladi. Matematika fani imtihoni bo'lsa, bunda 30 talik test beradi va sizga o'sha 30 talik testdan har bittasidan 1 balldan baholanadi. Endi sertifikatlar masalasiga keladigan bo'lsak, sertifikatlar matematika fanidan bilimni baholash agentligi tomonidan berilgan sertifikatlar darajasiga qarab o'tadi. Misol uchun A+ darajaga to'liq 30 tadan 30 tani ball beriladi. Bunda ikkinchisida informatika fanida bo'lsa, informatika fanida xalqaro IT sertifikatlar yoki O'zbekiston Respublikasi tan olingan IT bo'yicha sertifikatlar o'tadi. Faqatgina buni ro'yxatini Ichki ishlar vaziri tomonidan tasdiqlanadi va ushbu sertifikatlar agar sizda bo'lsa, to'plash mumkin bo'lgan informatika fanidan maksimal ballning 30% beriladi. Xo'p, endi siz saralash bosqichidan umumiy 90 balldan 45 ball to'plab o'tdingiz. Keyingi bosqichda boshqa yo'nalishlardan bir qatorda huquq, O'zbekiston tarixi va tarbiya fanlaridan suhbat tarzida imtihon olinadi. Hozir hamma berilishi mumkin bo'lgan bitta savol bor. Aka, jismoniy tarbiya imtihon bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Bunda chet tili fani va jismoniy tarbiya fanidan imtihonlar bo'lmaydi. Endi suhbat jarayonlari boshqa yo'nalishlar qatori bir xil baholanish mezoni asosida baholanadi va siz o'sha to'plash mumkin bo'lgan ballda umumiy qiymatida 195 balldan eng maksimal ball o'sha darajangizga qarab olasiz. Ya'ni javob berishingizga, qanaqa tayyorgarligingizga qarab. Ko'pchilik abituriyentlarimiz Ichki ishlar akademiyasida tayyorgarlikda ko'p xatolarni yo'lga qo'yishadi. Ya'ni nizom asosida tayyorgarlik ko'rishmaydi, baholanish mezoniga e'tibor berishmaydi. Hozir esa sizga to'liq nizom asosida baholanish mezonlari bilan bir qatorda sizni mukammal tarzda imtihonlarga tayyorlab beradi. Bizda bayon imtihonlariga, to'liq saralash imtihonlariga va informatika fanidan amaliy va nazariy imtihonlarga tayyorlanishingiz mumkindir. Endi
Xo'p, ushbu yo'nalishda juda ham katta bitta zo'r yangilik qilindi. Ushbu yangilik nimadan iborat? Bilasiz, kiber xavfsizlik yo'nalishida o'qish muddati 4 yil, boshqa yo'nalishda 3 yil. Endi ushbu yo'nalishimizda 3 yil o'qishingiz mumkin. Qanday qilib deysizmi? Bunga hozir javob beraman. Bunda siz xalqaro darajadagi IT sertifikatga ega bo'lsangiz va o'sha to'plash mumkin bo'lgan maksimal balldan hisoblanib, ya'ni masalan uchun eng yuqori to'plagan, aynan milliy sertifikat yoki xalqaro sertifikatga ega bo'lgan 5 ta kursant to'g'ridan to'g'ri ikkinchi kursga qabul qilinadi. Ya'ni siz birinchi kursda o'qimaysiz, to'g'ridan to'g'ri ikkinchi kursga qabul qilinasiz. Buni hozir yana ham ochiqroq tushuntirib beraman. Misol uchun maksimal ball 195 bo'lsa, siz 150 to'pladingiz. Misol xalqaro sertifikatga egasiz va siz qatori ham 4 ta o'sha bo'lajak kursantlar, eng yuqorisidan hisoblangan 5 ta kursant ikkinchi kursdan to'g'ridan to'g'ri o'qishni boshlaydi. Endi bizga aynan shu yo'nalish bo'yicha ko'plab berilgan savollar, bular qaysilar, aka qaysi sertifikatlar o'tadi? Bu narsa hali noma'lum, ya'ni endi e'lon qilinadi. O'sha aytib o'tganimdek, Ichki ishlar vaziri tomonidan tasdiqlangandan so'ng ommaga ma'lum qilinadi. Demak, bu DX akademiyasining qabul nizomi. Bunisi Ichki ishlar akademiyasining qabul nizomi. Bu Jamoat xavfsizligi universitetining qabul nizomi. Farzandingizni olib qolishimiz uchun yagona shartimiz bor. Bu eti bizga, suyagi sizga.